Garabimni shu o'qishga или undan keyin debyutga borishim kerak. O'shaning uchun sizlar bilan tez-tez tayyorlanamiz. Bilmayman, bu ham qilyapti. Короче, bor, ichidan chiqarishim kerak. Bugun уже o'qishda kunim вообще juda ham ko'p ishlarim bor. Undan tashqari kollejda ham juda ham ko'p ishlarim bor. Даже videolar olib qo'yganman, montaj qilishga vaqtim yo'q. Kecha videolar qo'yishim kerak edi. Ularni anaqasi yo'q, hali caption'si yo'q. Juda ham bugun ishlarim ko'p. O'shaning uchun tez-tez harakat qilishim kerak. Xo'p, ungacha men qo'shimni tarab turaman tez-tez. Juda ham вообще-то temalar ko'p sizlar bilan gaplashadigan. Qanaqadir o'zi gapirib chiqayotgan videolarim yoqyaptimi sizlarga yo gapirmasdan просто звукка video qilaymi? O'zi videolarim qanaqa, nima narsalar maslahat berasizlar? Shuni so'ramoqchi edim. Keyin juda ham ko'p hozir anaqalar bor. Nima desa gapirsak gaplar ko'p. Hammasini alohida gapirib chiqaymi, nima qilay, shularni ham so'ramoqchiman. Hozir tonalka surib olamiz. Undan keyin ko'zimga konsiler surib qaytib kelaman. Bashiramni ovqattirib oldim. Endi qizartiramiz. Короче, hozir mana bu shaklni qo'yamiz. Ko'rasizlar, juda ham qo'yishni qulay. Undan keyin ustidan suxoyini qilishimiz kerak. Keyin konturni bunday qilamiz. Hozir tez chizib olaman. Keyin uni mana bunaqa qilib birinchi urish kerak. Yuzim mana tayyor, sal jinchakam. Hozir pudra qilishimiz kerak. Masalan, gapirib bermoqchi bo'lgan narsalarim, ana gulcha, короче, anaqalar o'sha tema chiqib ketdi. O'sha вообще men boshqacha o'ylayapman-da, o'shani ham gapirib bermoqchiman. Или undan keyin anaqa yana o'qishdagi bitta holatlar, videolar o'sha bor, ularni hammasini qo'yishim kerak. O'shaning uchun men sizlarga aytmoqchiman, nimani qilib bo'lsa yozib qoldiringlar menga. Bugun o'qishdagi niyatlar hozircha boshqacha o'qishimga borib, hozir ozgina darslarda qatnashib, keyin ponni ishlarimni qilmoqchiman. Или kollejimdagi anaqa shu debyutda bo'lsa, anaqa qilmoqchiman. Nima deydi? Oy, buni qoqib tashlayman. Shuning uchun shunaqa qilman. Vaqtlarim ko'p, chunki bugun kim kelishini bilmaymiz. Или ustozlar bizga notanish bo'lgani hisobiga hech nimaga tayyorlana olmaymiz. Lekin debyutda ham hamma videolarimni tayyorlab turib, hammasini montaj qilib turib qo'yishim kerak. O'shalarni niyatlari hammasi tayyor, o'sha montaj qilib bo'lsam, rekomendatsiyaga qo'yaman. Shu bugun hozircha shunaqa ishlab, kollejimga evoqliroq borishim kerak. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'zi shunaqa olayotgan videolarim yaxshi chiqyaptimi? Agar yoqmayotgan bo'lsa, qattiq to'g'rilashim kerak. Hammasini maslahatlardan kutib qolaman. Men ikkita pudradan foydalanaman. YouTube anaqa sahifamga ko'rsanglar, hamma makiyajimni to'liq qilganimni ko'rsatganman. Uni ham qilib qo'yaman. U просто anaqada bo'ladi. Nima? Описание deydi YouTube'da. Короче, shunaqa joyda Instagramda qo'yib qo'yaman. Kirib, ko'rib, bilib olsanglar bo'ladi. Endi hozir keyingi navbat labimizni hozir to'g'rilashimiz kerak. Biz labga qalamdan bugun Miss Stacy bilan mana bu jigarrangga olamiz. Da, hozircha shu. Короче, labimni hozir chizib olib, uni qo'yib qaytib kelaman. Labimni mana shunaqa qilib oldim. Endi mana bularni qoqib tashlashimiz kerak. Anaqamni qoqaman. Kerak emasni olib tashlaysizlar. Endi mana shunaqa qilaman, misol. Labimga mana shu qo'yib olaman. Ili makiyajim tayyor bo'ladi. Chunki bugun buni tush qo'ygim, qoshim bo'yagim kelyapti. O'zi qoshim bo'yamayman ham. Qoshimga ketamiz. Mashina bitta orqasi qizil bo'lib qolgan uchun faqat shu turni ishlatib foydalanaman. Zo'rligini qaranglar просто. Hozir tayyorlik ko'rasizlar. Men tayyorman, o'qishga ketdim. Пока-пока.